Biz 9 oy oldin so'rovnoma qilgandik. Bu so'rovnomamizda Lavali orolida tirik qolish yutib chiqqan ekan. Bugun shu Lavali orolida yashab qolamiz. Qani unda biz videoni boshlaymiz. Qani bu yerda sandiq bor ekan, keyin bizda kitob bor ekan. Birinchi kitob o'qib olamiz do'stlar. Bu yoqlardan daraxtlar, ovqatlar olishimiz mumkin. U sandiqlarda bo'lar ekan. Keyin bu orollarda materiallardan narsalar yasashimiz mumkin ekan, toshlardan. Keyin bu orollar kichkina bo'lar ekan, lekin lavaga yiqilib ketishimiz mumkin ekan. Hatto yoki baglar bo'lsa, mana shu yaratgan odamga surtganmiz. Keyin qarachi baholang deb qo'ygan, buni tashlab yuborsak ham bo'ladi. Sandiq ochib ko'ramiz. Hammasi bizga kerak narsalar. Shu bo'lgani ham yaxshi. Bu kerak, ana bo'ldi. Bizda hozir daraxt bor. Mana sandiqli orolga yetib olishimiz kerak. Muhimi bu suyimiz kerak do'stlar. Agar yo'qotib qo'ysak, biz ilojimiz yo'q. Qiynalib qolamiz o'zimiz. Orollardan orollarga borishga. Bu sandiqda nima bor ekan? Koja bor ekan, ya'ni hayvon terisi. Endi biz bu yoqqa daraxt ekamiz. Invertorga solamiz. O'shda o'stirishga yordam beruvchi bo'ldi. O'smayapti-yu bu. 15 ta ketdi, shunga o'smadi bu. Umuman. Qachon o'sadi endi bu? Keyin men ungacha bu daraxt o'sguncha men Narganolaga ham borib kelaman. Boshqa orollarga ham borib turaman. Yo'l ochib qo'yaman-da borishga. Ular itlarga borish osonroq. Ertadan yaxshi narsalar topsak, biz toshli aslihalar qilishimiz kerak, lekin hali daraxtimiz o'sgan yo'q. Daraxtimiz tezroq hali o'sgan yo'q umuman. Ko'mir bor ekan mana bu yerda. Ko'mir, redstone, temir bor ekan. To'qqa tegmaymiz. Ana daraxt ham o'sdi. Qo'laylik-da. Men barglardan olma yoki bunaqa cho'plar tushi mumkin, tayoqlari. Bizga hozir bolta emas, bizga tapur kerak. Yaxshi. Endi biz crafting table yasolamiz, ya'ni verstak. Endi biz o'zimizga bitta tapur debman. Kirka yasab oldik. Endi biz bu kirka orqali bitta narsa bor-da. Hozir biz kechqurun bo'lyapti. Agar ana bo'lsa-chi. Zombilar paydo bo'lishi mumkin. Biz yotoq qila olmaymiz. Ya'ni divan. Bu redstone. Kumush olishimiz kerak, ya'ni temirni.
Bizga kerak bo'ladi aniq. Lekin tushmadi. Voy. Biz bir necha toshdan topor kirka yasa olishimiz kerak. Topor bilan kirkani adashtirib o'rayapman bolalar. Bizga hozir çok kerak bo'larkan, keyin toshdan kirka yasab oldik. Endi tezroq ana qilamiz, kovlaymiz, keyin tezroq narsalar olamiz, keyin toshlidan tushadi. Redstone'ni nima qilamiz? Kerak ekan bizga. Ko'mir kerak. Aniq bizga ko'mir kerak bo'ladi. Lavali joylarni yopish kerak-da. Mana yana temir topdim, bular erit olish uchun bizga pechka kerak bo'ladi. Pechka uchun tosh kerak. To'xtanglar, albatta do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Har unda lesga obuna bo'linglar. Keyin biz ham bitta ko'mirlarni olsak tezroq. Bu ko'mirga tegmay qo'yamiz. Biz normalniy ko'mir bor. Bemalol nechtadan fakilga yetadi. Yaqin atrofda orol ko'rinmayaptimi-kan yana? O ana qishloqqa kelibdi, qishloqqa. Voy bu. O'ldirib yuborardim. Mayli. Qol. Dedi. Arola tufuryapti. Amallamalı. Bular eget koruması oldu. Shunda biz uchun hozir eng yaqin ana o'ziga kanishni daraxt kerak. Daraxt ekib qo'yamiz. Aytdi, nima yo'q bo'ldi? Hayronman. Давай maketdan ketamiz. To'g'ri. Mana shu to'g'ri joydan ketaversak, lavalar yana chiqar ekan, ya'ni orollar, lavadagi orollar. Savol qiynayapti-da. Kichik xatolik ketsa ham o'sha yo'q-da, biz anaymiz. Suvimiz yo'q bo'ladi. Suvimiz yo'q bo'lsa o'sha lavali orolda o'lib ketdik deganida. Biz yo'l ochishimiz o'zi eng qiyin narsa yo'l bo'ladi-da, yo'llarni qilish. Bitta orollar ko'p emas. Yaqinda qorni ochishni boshlaydi. Ya qornim ochadi. 7 tagini olmay yetmaydi. To'g'ri ko'rinmayapti. Demak, narigi tomondan yo'l qilishga harakat qilib ko'rishimiz kerak. Agar ana bo'lsa-da zombi yoki creeperlar chiqmasa bo'ldi. Nima bu kartada bor yo'q shunchagina ana bormi? Orol shunchagina 3-4 ta orol xolosmi? Boshqa orol yo'qmi ekan? Qanaqasiga?
Ana, yangi orol topildi. Orolga boramiz hozir. Yorug'lik ko'rinyapti, fakel bor ekan. Davay boramiz. Bu shuncha vaqt video qo'ymaganining ham o'zining sabablari bor. Ya'ni nima ko'rinyapti. Etga keyingi videoda boramiz do'stlar, chunki videomiz vaqti juda ham cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin. Biz hozir bora olishimiz kerak. Bizga shunisi muhimda hozir. Eng muhimi shunisi hozir bizga. Tezroq borsa-da bu ham. Suv boshqa bir umuman ko'payib ketadi. Kerakli payt kam chiqadi. Ana biz shu orolga yetib keldik va fakelda bor ekan. Oroldan tosh ishlab olishimiz mumkin. Xo'sh do'stlar, bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like va obunani bosib qo'ying. Sizlarni like va obuna bosganingizda menga motivatsiya bo'ladi. Qani unda hammalarga xayr.